Aksiyamiz davom etadi. Juda ham arzon qilib beryapmiz. Ko'rib turgan joylarda oldi kazino, darvozaxona, oldi shapka, ko'cha shapkalarini qilib berganmiz. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yasiz. Qani unda videoni turgan joylarga nech pul ketdi deb o'ylaysizlar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shu ko'rib turgan joylar oldi kazino, darvozaxona, oldi shapkalarini qilib berganmiz, ko'cha shapkalarini. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nech pul ketdi, nech puldan qilib beryapmiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Aksiya qilib beryapmiz. Ko'rib turgan joylar mana, xudo xolasa chiroyli qilib oldi kazino, ko'cha shapkalarini qilib berganmiz. Shuni ko'rib turganinglarda oynaylikda bonusga bepul qilib o'rnatib beryapmiz. Xo'sh, mana ish davom etmoqda, ish jarayoni. Mana bunday it uyalarni ham chiroyli qilmay tomi tunkada yopilgan ekan, mokriyda oq qilib chiroyli qilib yopib berdi endi. Shapkalarni ham qilib berganmiz. To'g'ri, darvozaxonaga kiramiz. Mana o'zinglar darvozaxona ham ko'rinib turibdi, ichkaridan yaqinroqdan ko'rsataman, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Oqqa mokriy qilib berganmiz. Shu o'rinda mana bu oynalikni ham bepulga o'rnatib berdik. Ustaka nech puldan qilib beryapsiz desanglar, narxini aytaman hozir. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qondan ham murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana oqqa chiroyli qilib shapkalarni ham qilib berganmiz. 1.20 ga o'xshi joyimiz, mana shu joyimiz 30 metr joy. Mana juda ham chiroyli chiqqan. Aytib o'tganimizdek, bitta like bosib qo'yasizlar, yoqqan bo'lsa albatta. 04 qalinlikda shu ko'rib turgan joylarda 04 qalinlikda oldin 0.35 qalinlikda qilib berardik, 135 ming so'mdan qilib berardik. Hozirgi kunda 04 qalinlikda 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. 04 qalinlikda esdan chiqib qolmasin. 0.35 da 135 ming qilib bergan bo'lsak, endi esa tushunmaganlar uchun 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'sh, xizmatlarimizga aytib o'taman. Reka, Samares, Lesa barchasi ichida, usta haqqi ichida 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hamma yo'g'i ichida. Hozir ishda yakuniy holatiga yetib kelganmiz. Shu ko'rib turgan joylarda o'xshi joyimizga qancha pul ketganini aytaman. Ko'rib turgan joylarda o'xshi joyi 130 ming so'mdan hisoblayverasizlar. 200 kvadrat joyda chiroyli qilib bitkizib beryapmiz. Ish yoqdi deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Navbatdagi obyektimizda ko'rishgunimizcha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.